Qizlar, smorodina yeymiz birinchi. Sizlarga qaysi biridan beray qizlar? Tarelka olib kelib beray. Bu mana. Mana shu turishi 555 ming bo'lsa 600 ming. Qaranglar qizlar. Bismillah deyapmiz. Qaranglar qizlar, eshitilyaptimi? Buni albatta mani podpischiklarim berdi. Iltimos video snimat qilsalaring. Qulpinoyligini yedik. Rahmat. Endi olmaligi bor ekan qizlar. Ya pistaligini yeylikmi qizlar? Shaptoliligi bor ekan. Sizlarga ham beraman. Menga ham sovg'a qilishdi, maylimi? Aldab olganim yo'q, sovg'a qilishdi, maylimi? Bundan bitta olgan edim, qizlarimga olib qo'yaman. Chunki qizlarim yegani yo'q, buni bo'lishib yeysizlar, qizlarim. Limonligi bor ekan, limon. Yep. Dahshat. Ma. Misla. Menga lekin yoqqani Qulpinoy bilan manu. Olmaligi bor ekan, yeb ko'ramizmi qizlar? Olmaligini yeb ko'raylikmi? Men yeganim yo'q, yeb ko'raylikmi? Qizlarjon. Yaxshi. Och qoringa yaxshi, lekin qornim to'q. Endi pistashka yeb ko'ramiz. Yeb ko'raylikmi? Qizlar yeymi? Siz yig'ishtirib olasizlar ham. Вообще. Issiq choy ber, qaynagan suv ber. Hammasidan yeb ko'raman. Asarchilar ko'p ekan, pulim yetmay qoldi, ham yo'q edi. Buni maytga qo'yib turaman. Olinglar, ye. Sen bo'shmisan? Ol, yeb tur. Qizili qopti, qizlar, bu nima ekan? Opam bilan yeysizlar, yeb. Bu nima ekan bu?
Hmm. Hammasi cho'tki qizlar. Mazza. Qizlar narxi 655 ming bo'ldi. Beshta bonusiga qilib berdi. Bolalarga buynamini beraman. Yiban bolalarim yetdi. Maslarga mana shunaqa yeyman deb aytgandim, to'g'rimi? Ovqatlangani boramiz deb aytgan edim. O'shni orasida 100 ming Svetga ham tashlab oldim. Telefonimga ham tashlab oldim. 120 ming. Sarig'i limonli ekan Abdurahmon aka, bu olmali ekan. To'g'risini aytsam, menga fistashki bilan manular yoqdi. Manu yoqdi. Tutinoy. Endi choylaringni ichib bo'lib, mashlarni mazza qilib yeysizlar, xo'p? Amin. Pataxuyim. Voy, duo qilamiz. Amin. Amin. Masha auditoriyam, dushmanlarim ham, do'stlarim ham, meni kuzatib boruvchilarim ham, dugonalarim ham. Hammalaringni pullaring ko'paysin, ishlaring yurishsin. Sizlar meni farzandlarimni xursand qilib, birozim gapimga pullar tashlab berib, meni 1 yildan beri turmush o'rtog'im tashlab ketgandan beri, haromlik qilgandan beri 1 yildan beri qo'llab-quvvatlab kelayotgan, like bosayotgan, negativ yozayotgan hammalaringni ilohim ishlaring yurishi, farzandsizlar farzandli bo'lib, inshaalloh meni ham farzandlarim yaxshi inson bo'lib, ehson beruvchilardan bo'lib, sizlarda oldilaringga kirib, tanimagan taqdirda ham bir ishlaring bir-birlaringga tushib, voy palonchi ona shu yerda farzandi shunaqa yaxshi inson bo'ldimi deb, yoki men voy palonchi bizga qiylanganimizda bolam ehson qilgan edi. Va shu holin ekan, shu tog'in ekan deb ko'rishib, to'y-to'ychiqlarda va yaxshi kunlarda birga bo'lish, hammasida ham birga bo'lish, do'st bo'lib, mana shu internet chiqargan ham oyoq qo'li yo'q odamlar bor-u xotinlar. Ashlarda ham umri uzoq bo'lib, yurtimiz musofo, tinchlik bo'lib, yashash davomiy bo'lsin. Allohu akbar. Amin. Robiya haromiga insof berib, meni erimdan uzoq bo'lib, erimni qo'tag'iga osilmasdan, erimdan boshqa qo'taqlarni o'ziniki qilsin. Meni erimni tinch qo'yib, iloyim haromi amiga yirin chiqib, yirin to'lsin. Meni erimdan uzoq bo'lsin. Allohu akbar. Haromi, oila buzuvchi haromi, itdan tarqagan Alloh senga insof berib, qilgan gunohlaringni Alloh o'zi afv etib, cho'chaq so'ragan bo'lsang ham seni yomon deb cho'chaq so'raganing uchun bas oila buzganing uchun sen bilan dushman bo'lganman. Iltimos Allohim tilini tiyib insof berib, yo'q tashagin Turkiyaga ketmoqchi ekan. Turkiyaga yo'llarini ochib ketgan qari cholda kampirni qarayman deyapti. Uni ham cho'chag'ini so'rib qo'ymasin. Bir bola qilib uylaridan pullarni o'g'irlamasin. Ey Allohim, mendan uzoq Allohga yaqin bo'lsin. Haromi erim bilan bir-biridan yuzini yiroq qilsin. Bu haromi qo'shmachi, ey padaringga la'nat. Allohu akbar.